Qayig'iga o'tirgan xotinbozdan qutula olmas ekan. Buni eshitgan bir ishbilarmon xotin, bunaqasi bo'lmaydi. Men qanday chiqqan bo'lsam, shunday tushaman dedi. Qayiqchining oldiga borib qayiqqa minibdi. Qani ketdik debdi. Xotin qayiqchini kuzata boshladi. U faqat eshkak eshar va g'ing'illarmish. Deyishadi. Xotin chiday olmay so'rabdi. Menga qara, nima deyishadi? Qayiqchi mo'ylovini burab, sen bu qayiqqa mindingmi? Bermasang ham berdi deyishadi.